Mana assalomu alaykum yurtdoshlar. 1056 ta tovuq tuxumi sig'adigan inkubatorni qisqacha qilib obzorni qilib beraman. Shuni iltimos qilganlarga. Korpuslari mana sendviç paneldan bo'lgan 0.35 qalinlikdagi tunikadan. Qalinligi общий 4,5 sm. Korpusning qalinligi o'rtasi 4,5 sm-lik po'kagi bor. Po'kagining zichligi ham normalniy. Mana ochib ko'rsatamiz. Ichida 12 ta anaqa kiletga sig'adi. Kiletga. Olasiz bu tovuqniki bu. Har biriga 88 ta sig'adi. Olasiz o'rdakniki, induknikidan, g'oznikidan, bedananikidan qo'yib olib ochirsangiz bo'laveradi. Mana bu olib qo'yiladi. Mana almashtirib qo'yilaveradi. Bu tomoni ham ochiladi. Mana oldinlari bu yerda miyasi turardi. Endi uni tepaga qo'yib qo'ydik. Xavfsiz bo'ladi, ham tellamaydi. Suv idishlari bu yerda alohida turadi. Mana parlantiradigan nimasi bor, par chiqaradi o'zidan. Namlikni tutunga o'xshab tutadi beradi. Parlab. Bu yerdan suv kiradi. Tashqariga mana shlenka ulab, uni teshikdan chiqarib, bitta bochkaga 20-30 litrlik bochkaga ulab qo'ysa bo'laveradi. Ulash uchun narsalarni ham beryapmiz endi mana. Bochkaga teshib turib, mana ikki chekkasidan buni qatirib qo'yiladi mana. Bu chiqadi tashqariga. Ichidan qatirib rezinkasi bor. Keyin bu grantni uni ichiga qatiriladi. Bu yoqqa shlenka qo'yiladi. Shlenkani bu yoqqa sayib, tashqarida turadi bu. Ichkariga shlenka bu yerdan kirib, mana ulanadi. Xullas 21 kun davomida tinimsiz suv o'zi kirib turaveradi. Suv to'lganda bu o'zi bekitib qo'yadi. Suv ozayganda yana ochadi. Tentlari ikkita, bittasi o'chib yonib turadi. Mana 500 vatlik, manisi 850 vatlik, manisi 500 vatlik. Bunisi doim o'chib yonib ishlab turadi. 37.8 da o'chib, 37.7 da o'chadi, yonadi. Bunisi 37.4 da o'chib, ertaroq o'chadi. Bu postoyanno o'chib turadi bu. Bittasi o'chib yonib, shunda 1 minut o'chib 1 minut yongan hisobiga bu 500 vatlik 250 vat soatiga ishlatadi. 250 vat soatiga sarf qiladi. Yana ham kun issiqroq, xona issiqroq bo'lsa, yana ham kamroq to'kib ketadi. Buni miyasini bu yerga qo'yganmiz, mana yoqamiz. Bu yerda ventilyatorni alohida kulchatir qo'yganmiz, mana yoqsangiz yonadi. Sababi 19-kun, 14-kun, 15-kunlar sovitadigan kun kelganda buni polni o'chirib qo'ysa, ventilyatorda o'zi yonib turaveradi, shabadalarni tezroq sovitadi. Quruq o'zini o'chirib qo'yadigan bo'lsa, sovimaydi, 2 soat tursa ham sovimay turib oladi. Endi polni kun qo'ygan paytda shunaqa qilib sovitiladi. Agar oz-oz navbat-navbatdan 2 kunda bir yangi qo'yib tursangiz, unaqa qilish shart emas. Mana gradislari, bu voltmetr 4 ta necha volt tok borligini ko'rsatib turadi. Mana 160 da ham ishlayapti. 150, 140 da ham ishlayveradi. Iloji boricha bizga kami 180 bo'lsa yana yaxshi, chiroyli ishlaydi. Mos setni bosib mana gradusni tepaga ko'tarib, mononda tushirib, yana mononni bitta bossangiz, namlikni ko'rsatyapti. Mana namlikni o'zgartirsa, tepaga pastga qilib qo'yib olaverasiz. Yana bitta bossa saqlanib bo'ladi. Moni bosib tursa, mana pavorot ishlaydi. Pavorot aylanadi. Uning uchun mana uni yoqib qo'yish kerak. Mana aylanishni boshladi, aylanyapti. Yana bosib turamiz. To'xtaydi. Yana bosib turamiz. Yana mana pavorot aylanish yondi. Orqaga aylanyapti. O'chirib qo'yadigan bo'lsa, mana uni o'chirib qo'ysa, o'chib qoladi. 19-kuni o'chirib qo'yish uchun knopka qo'yib qo'yganmiz. Yashib qolganda qumlardi. Aylanib qumlarni antarolmas uchun buni yashiqlarga qo'yib qo'yganingizda u kulchatirni o'chirib qo'yasiz. Pavorot ishlamaydi. Miya buyruq berib turaveradi aylanishga, lekin kulchatirdan o'chirib qo'yasiz. Bu yerda agar biror nima bo'lsa, bu yerda ligirovka nima qilish bu yerda simlari hamma yo'q, montaj qilingan. Bemalol remont qilsa, boshqa qilsa bo'ladigan, oson qilib qo'yilgan, lekin xudo xolasa ancha yil teyilmayapti, bemalol ishlayapti. Endi mintada bitta shunaqa biron yeri bir nima bo'lib chiqib qolishi mumkin. Ancha munchasida
Lekin yillab ishlayapti, buzilmayapti. O'ylayman buzilmasin, hammada zo'r ocha olsin. Shu mana aynalari 2 qavat. Qish kunida tellab sovg'utchisi yo issiq chiqarib ana qilmaydi, zavodskoy. Shu yopilishlari yaxshi. Mana bu yerda teshikdan shilinka chiqib turadi. Bu yerdan havo chiqadi, havo aylanish uchun. Shu mentali inkubatorimiz shu. Narxi hozircha hozirgi kunda 6 million 700 ko'tarilish ehtimoli bor. Hozir 2026 nechinchi? 2026 12-may kunda turibmiz. Endi bu yerda 2 mingtalik bor, mana bityapti. Mana 3 mingtalik bor. 13 million, 10 million 2 mingtalik. Bu yerda 5 mingtalik, 500 talik bor. 350 talik bor, 250 talik bor. 350 talik. 2 bu ham 350 talik o'tgan yil 350 talik. Buni ham miyasini kattadan qo'yib bering deb olib bergan. Kattaga almashtiramiz. Oldingi 350 talik bilan hozirgi 350 talikning farqini qarang, katta bo'yi. Tagida kattaroq joy bo'lsin. Odamlar ketma-ket qo'yishga xohlayaptiki, 2 kunda bir yangi qum qo'yib, asosdan qo'yib boramiz deyishyapti. Tagida radon qilib, kattaroq joy qilib qo'ydik, shularga mos bo'lsin, qulay bo'lsin deb. Yachiq qo'yib ishlataveramiz tagida. Ishlatilsa bo'laveradi, ochilsa bo'laveradi. Hammasida shunaqa bo'lyapti. Bunda ham 500 talikda ham tagida katta joy bor. 500 talikda bu yangi versiyasi mononga o'xshab shit qo'yilyapti bunga ham. Hozir yangisidan yo'q. Yangisidan tugab qoldi. Shunaqa, kimga kerak bo'lsa, mana 5 mingtalik, 15 mingtalikgacha, mana 15 mingtaligimiz ham teleshkasi bo'lyapti. Avrotlari. Bu shu mingtalik bugungi video mingtalik haqida bo'ladi. Kelarasizlar, Andijon viloyati Jalaqquduq tumanida yasalyapti. 1 yil garantiyasi bor. Dastavkalari pullari alohida bo'ladi, lekin deb o'ylayga jo'natib beramiz. Like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.